أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi tefsiri 136. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesinin Bakara suresi 136. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Eytanlar ki Allah'a iman etdik. Bizge nazil kılıngan vahiyye İbrahim'a, İsmail'a, İshaq'a, Yaqub'a ve ulanın avlatlarına nazil kılıngan vahiyye Musa'ga berilgen Tevrat'a, İsa'ga berilgen İncil'a ve peygamberlerge Rabbi tarafından berilgen kitaplarga iman ettik. Ulardan hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani Yahudiler ve Nasaralar okşaş, ularning bazisiga iman etip bazisini inkar kılmaymiz. Biz Allah'a boysunğuchilarmiz. Müslümanlarning bir peygamber bilen yana bir peygamberning orliqini ayırıp etmey, Allah Teala düşürgen narsaning hammasiga ishindiganligi. Allah Teala özünün mümin bendelerini Peygamber aleyhisselam arkalık ularga düşürgen narsalarning hammasiga ishinishga, ilgirki peygamberlerge düşürgen narsaga umum qilib ishinishga başladı. Allah Teala bir necha peygamberning ismini bayon qildi. Qolganlarni isimsiz keltirdi. Müminlarni ularning orliqini farqlandirmay, hammasiga biroqla ishinishga va ularning ba'zisiga ishinib, ba'zisiga ishonmaydiganlardan bo'lib qolmaslikka buyurdi. Alloh Taala payg'ambarlarning orliqini farqlandirib ishinadiganlar to'g'risida mundaq deydi. Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishinib, payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajratib etmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishinimiz, ba'zisiga ishonmaymiz degichilar uning, ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar. Ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostlinla kafirlardir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahli kitoblar, ya'ni Yahudilar, Tavratni musulmonlarga o'zining tili bilan o'qib berib, ma'nosini arab tili bilan tushuntirib berdi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarga mundaq deydi: "Sizlar ahli kitoblarga ishinib ketmanglar, ularni yolg'onchig'imi chiqarmanglar. Biz Allah Teala'ga ve Allah Teala'dan bizge düşürülgen narsaga ishondik denglar." İmam Müslim, Abu Davud ve Nesai qatarlıqlar İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ko'pincha vaqtda fajr namozining 2 rakat sunnatining birinchi rakatiga Allohga iymon etdik, bizga nazil qilingan vahiyga, ikkinchi rakatiga Allohga iymon etdik, guvoh bo'lginki biz payg'ambarlikingga bo'ysunguchilarmiz degan oyatlarni bilan o'qiydi. Sulaymon ibn Habib bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi: Biz Tevrat bilan İncilning Allah Teala tarafidan tushirilgan kitob ekanligiga ishonishga, lekin uningga amal qilmaslikka buyurildik. Agar ular, ya'ni ahli kitob, sizlar iymon etgandek iymon etsa,
albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan albatta sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hiyla mekrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor? Biz Allohga ibodat qilguvchilarmiz. Ya'ni ahli kitob va ulardan boshqa kofirlarmi sizlar ishongandek Alloh taolaning hamma kitoblariga va uning payg'ambarlariga ularning orliqini farqlantirmay ishonsa, ular sheksiz to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'rsa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Ya'ni ularga haqiqatga ergishishga pakt ko'rsatilib bo'lgandan keyin haqiqatdan gumrohlikqa yuzlansa, Alloh taolo yaqinda ularga qarshi sana yordam berdi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, hiyla mekerlarini bilib turg'uchidir. İbn Abu Hatem Ziyad ibn Yunusning mundaq deganligini rivoyat qildi. Nafi ibn Abu Naim manga Osman ibn Affanning Qur'oni yirtilib ketgan varaqlarining tuzitilishi uchun musulmon boshliqlarining ba'zilariga avatib berildi. Osman ibn Affanning Qur'oni yirtilib ketgan varaqlarining tuzitilishi uchun musulmon boshliqlarining ba'zilariga avatib berildi dedi. Men kishilarning Osman o'ldirilganda Qur'on uning oldida turgan ekan, uning qini Alloh taolaning ularga qarshi Alloh sana kifoyadir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, hiyla mekerini bilib turg'uchidir degan oyatiga timib ketibdi deyishganligini anladim dedim. Nafi men bu oyatda qon borligini o'z ko'zim bilan ko'rdim dedi. Zahhak bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. U Alloh taolaning dini deganlik bo'ladi. Boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbasga o'xshash deydi. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar? Halbuki u ham bizning Rabbimiz, ham sizlarning Rabbinglardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Yoki İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi idi yoki Nasara idi demsizlar? Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi? Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Allah sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni mushriklarning talash tartish qilishini to'sishga buyurib mundaq deydi. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar? Halbuki u ham bizning Rabbimiz, ham sizlarning Rabbinglardir. Ya'ni sizlar Alloh taoloni bir deb bilish aqidasida uningga ixlos qilish, bo'ysunish, buyurgan ishlarini qilish, cheklagan ishlaridan yenishda biz bilan jidallashamsizlar? U biz va sizlarga xohlaganini qila oladigan, hech nima shirik keltirilmay ibodat qilishga, hech nima shirik keltirilmay ibodat qilishga loyiq bo'lgan zotdir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ya'ni biz sizlar cho'qinayotgan yoki ibodat qilayotgan narsadan ado judodirmiz. Sizlarmi bizdan ado judodirsizlar.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda ching tursa, mening amalim o'zim uchundir, sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judosizlar, sizlarning qilmishinglardan menmi ado judaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Alloh topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degan. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va ummiylarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degan. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'rsa, sen hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. Allohning oyatlarini inkor qiladiganlar, payg'ambarlarni nohaq o'ltiradiganlar, kishilarning ichidagi adolatga buyuradiganlar, ya'ni Allohga da'vat qilguvchilarni o'ltiradiganlarga cho'qim qattiq azob bilan xush xabar bergan. Allah Teala İbrahim aleyhisselamdan xabar berib mundaq deydi. İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar? Men sizlarning Allohga shirik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Rabbimningla xohlagan narsasi bo'ladi. Rabbimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? Rabbi to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohligi uni İbrahim bilan munozirlashishga ilib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'rmadingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Rabbim o'likni tirildiraydi, terikni o'ltiraydi dedi. U, menmi o'likni tirildirayman, terikni o'ltirayman dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ltirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning mundaq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharihdan chiqara oladi. İlahlık davası qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Bundaq pokit oldida kafir ig'iz ocholmay qoldi. Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Ya'ni sizlar bizdan ado juda bo'lgandek, bizmi sizlardan ado juda bo'lamiz. Biz uningga ibodat va bo'ysunishda ixlos qilamiz. Ondan Alloh Taala Yahudi yoki xristianlarning İbrahim va uningdan keyingi payg'ambarlar va Yaqub alayhissalomning avlodlari bizning dinimizda deb qilgan davosini inkor qilib mundaq deydi. Aytqinki, ularning qaysi dinda ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Ya'ni Alloh Taala bilgichidir. Alloh Taala ularning İbrahim va uningdan keyingi payg'ambarlarning Yahudi yoki xristian dinida emasligini bayon qildi. Alloh Taala bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim Yahudiymi emas, Nasoromi emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilguvchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. Qo'lida Alloh nazil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor?
Hasan Basri bu oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Ular Alloh taolaning o'zlariga tushirib bergan kitobida kishilar ishonishga loyiq din islom dini. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning payg'ambari. İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub va uning avlodlari Yahudi va Xristian dinidan ada juda deb o'qiydi. Shuning rostligiga Alloh taolaga guvohlik berib, ko'ngillarida iqror bo'ladi. Ondan u to'g'risida Alloh taolaga bergan guvohlikni yoshirdi. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Bu qattiq tahdiddir. Ya'ni Alloh taolo sizlarning qilgan ishinglarni bilib turg'uchidir. Shuning qarab yaqinda sizlarga jazo berguchidir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ya'ni ularning qilgan amallari ularga, sizlarning qilgan amallaringlar o'zinglarga bo'ladi. Ularning qilmishlariga sizlar javobgar emas. Ya'ni sizlar ularga ergashmay turib, sizlarning ularga nisbatan berilganinglar sizlarga kifoya emas. Sizlar ularga o'xshash Alloh taolaning buyruqlariga bo'ysunmaguncha, uning bishorati va ogohlantiruvchi bo'lib avatilgan payg'ambarlarga ergashmaguncha, o'zinglarni ularga nisbat berganinglar bilanla oldinib ketmanglar. Chunki bir payg'ambarga iymon etmaslik barliq payg'ambarlarga iymon etmaganga barobar bo'ladi. Xususan, bütün insi jinlarga avatilgan payg'ambarlarning kattasi va ularning oxirgisi bo'lgan payg'ambar Muhammad alayhissalomga iymon etmagan kishi kafir hisoblanadi. Hamma payg'ambarlarga Alloh taolaning salomi bo'lsin. Amin. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tganki ummatlarga shahid bo'lishinglar uchun va payg'ambarning sizlarga shahid bo'lish uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik. Sen yuz keltirib kelayotgan tarafni, ya'ni Baytul Muqaddasni qibla qilganligimiz payg'ambarga ergashganlarni osiylik qilganlardan, ya'ni murtad bo'lib ketganlardan ayirib olishimiz uchun edi. Alloh hidoyat qilganlardan boshqalarga bu, ya'ni qiblaning o'zgartirishi haqiqatan ig'irdir. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Alloh kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyat ko'yimchandir. Qiblaning o'zgartirishi. Imom Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Falastindagi Aqso masjidi tarafga qarab 16 yoki 17 oy namoz o'qidi. Qiblasining Ka'ba taraf bo'lib qolishini yoqtiradi. Uning Ka'ba tarafga qarab o'qigan birinchi namozi asr namozi bo'ldi. Shu namozni payg'ambar alayhissalom bilan bir turkum kishilar birga o'qidi. U kishilardan birisi payg'ambar alayhissalomning masjididan chiqib, boshqa bir masjidda namoz o'qib, rukuda turayotgan kishilarning yenidan o'tib ketib, Alloh taolo bilan guvohlik beramanki, men payg'ambar alayhissalom bilan birga Makka tarafga qarab namoz o'qidim dedi. Ular namozning ichida turibla Ka'ba tarafga qarab burildi. Qiblaning Ka'ba tarafga burilishidan burun o'lib ketgan kishilar bor edi. Qiblaning Ka'ba tarafga burilishidan burun o'lib ketgan kishilar bor edi. Ular to'g'riliq nima deyishimizni bilmayman. Ular to'g'riliq nima deyishimizni bilolmay, ularning o'qigan namozi namoz bo'ldimi yoki namoz bo'lmadimi deb
turib Allah Taala bu oyatni nozil qildi. Allah sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Allah kishilarga haqiqatan mehribondir, nihoyatda ko'yimchandir. Muhammad ibn Ishaq Baroining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Falastindagi Aqsa masjidi tarafga qarab namoz o'qiydi. Osmonga to'liq qarab Alloh taolaning buyrug'ini kutatdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Biz sening Ka'ba qiblang bo'lishini tilab, qayta osmon qaraganligini ko'rib turibmiz. Seni cho'qim sen yoqtiradigan qiblaga yuzlandiramiz. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgan musulmonlardan biri Ka'baga yuzlanishdan burun bizning ichimizdan o'lib ketgan kishilarning ahvolini va bizning Falastindagi Aqsa masjidiga qarab o'qigan namozimizning qanday bo'lganligini uqqan bo'lsak, devidi Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh sizlarning iymoninglarni, ya'ni ilgari Baytul Muqaddasga qarab o'qigan namozinglarni bekor qilib o'tmaydi. Bu turkum ahmoq kishilar, ya'ni ahli kitoblar, musulmonlarni bir obdan yuz keltirib namoz o'qiyotgan qiblasidan, ya'ni Falastindagi Aqsa masjididan nima o'zgartib o'tgando deyishdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ba'zi ahmoq kishilar ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'zgarib o'tgando, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgando deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib borganda Alloh taolo uni Baytul Muqaddasga, ya'ni Falastindagi Aqsa masjidiga qarab namoz o'qishga buyurdi. Buning bilan Yahudiylar xush bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhissalom bir necha oy, ya'ni 16 yoki 17 oy atrofida uningga qarab namoz o'qidi. Payg'ambar alayhissalom Ibrohim alayhissalomning qiblasi Ka'bani yaxshi ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaga duo qilib osmonga qaraydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Namozda yuzingni Masjidi Haram tarafga qilgan Yahudiylar buningdan shaklanib, musulmonlarni burun qarab namoz o'qiyotgan qiblasidan nima o'zgartgando dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bu haqda nurg'unlagan hadislar bor. Bularning mazmuni payg'ambar alayhissalom Baytul Muqaddasdagi cho'ng bir toshga qarab namoz o'qishga buyurilgan. U Makkadagi chaqda ikki ruknining, ya'ni qora tosh bilan Ruknul Yamanning oraliqida namoz o'qiydi. U yerda Baytul Muqaddasdagi toshga qarab tursimu Ka'ba uning oldiga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib borgandan keyin bir vaqtda ham Ka'baga ham Baytul Muqaddasdagi tosh qarash tez keldi. İkisi boshqa yerda bo'lg'achqa Makkadagi chaqdagidek bir vaqtda ikkisiga teng qarab namoz o'qish mumkin emas bo'lib qoldi. Ondan Alloh taolo uni Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishga buyurdi. İmam Buxoriy Baro ibn Azibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiblaning o'zgartirilganligi haqidagi xabar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiyotgan bir turkum ansorlarga yetib berdi. Ular namozning ichida turib Ka'ba tarafga yuzlandi. Yana İmam Buxoriy Muslim Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar Quba masjidida fajr namozini o'qiyotdi. Biri kelib, bugun kecha payg'ambar alayhissalomga vahiy tushib, namozda Ka'baga yuz keltirishga buyurdi dedi. Ular Sham
ya'ni Baytul Muqaddas tarafga qarab namoz o'qiyotdi. Shuning bilan Ka'ba tarafga yuzlandi. Bu hadisda bir hukmning amaldan qolganligi to'g'risida bir oyat tushgan bo'lsa, bu kishilarga yetganga qadar bu amalning qabul bo'ladiganligiga pakit bor. Chunki ular qibla tarafga o'zgarib bo'lgandan keyin o'qilgan asr, shom, asr, mag'rib va xuttan namozlari boshqadan o'qishga buyurilmadi. Bu ish, ya'ni qiblaning Ka'ba tarafga o'zgarishi bo'laverdi. Bu ish, ya'ni qiblaning Ka'ba tarafga o'zgarishi bo'laverdi. Ba'zi munofiqlar va yahudiyning kofirlari shaklanib va to'g'ri yo'ldan ezib mundoq deydi. Ularni, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan mu'minlarni qarab kelayotgan qiblasidan, ya'ni Baytul Muqaddasdan nima yuz o'rgizgandi? Ya'ni ularga nim bo'ldi? Gohi bu yoqqa, gohi u yoqqa qaraydi ekan deyishdi. Ondan Alloh taolo ularga javoban bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Ya'ni hukm qilish va buyruqning hammasi Alloh taolo xos. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: mashriqmi, mag'ribmi, ya'ni butun yer yuzi Allohningdir. Qaysi tarafga yuzlansanglarmi, u Allohning tarafi, ya'ni sizlarga ixtiyori qilgan qiblasi. Sizlarga ixtiyori qilgan qiblasidir. Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nasil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish. Bu oyatlardan maqsad Alloh taolaning buyurgan buyrug'iga bo'ysunish. Alloh taolo bizni qayerga yuzlandirsa, shu yerga yuzlanish deganlikdir. Ya'ni uningga bo'ysunish, uning qil degan ishini qilishdan iboratdir. Alloh taolo bizni bir kunda bir necha qitim, bir necha tarafga yuzlandirsa-mu, biz uning bandisi va uning buyrug'i ostida bo'lganligimiz uchun bo'ysunamiz. Alloh taolo bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalom va uning ummatiga nihoyat cho'ng marhamat qildi. Chunki Alloh taolo ularni o'zining do'sti Ibrohim alayhissalomning qiblasiga yuzlantirdi. Ularning yuzlanishini zamin yuzidagi Alloh taolaning uylarining, masjidlarining eng ulug'i bo'lgan Alloh taolaning uyi deyilgan Ka'ba tarafga qildi. U Ka'baning undaq ulug' bo'lib ketishi uni Ibrohim alayhissalom salganligidandir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, mashriq va mag'rib, ya'ni hamma taraf Allohningdir. Alloh xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning ahli kitoblar to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ahli kitoblar hech qanday narsaga Alloh taolo ularni boshlamay, faqat ahli kitoblar hech qanday narsaga Alloh taolo ularni boshlamay, faqat bizni boshlab qo'ygan juma kuniga, qiblaga va bizning imomning orqasidan amin deganimizga hasad qilgandek hasad qilmaydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasi tafsirining 136-oyatidan boshlab o'qidik. Oxirini keyingi qitimda davomli o'qiymiz inshaalloh. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.